10 vaza buyuk Alloh shunday degan: Ey insonlar, sizga Robbingizdan nasihat keldi. Yuraklaringizga yetargan nopoklik, iymonsizlik kasalligiga shifo keldi. Nega siz yaxshilikni faqat sizga yaxshilik qilganlarga qilasiz? Nega mehribonlikni faqat sizga mehribonlik qilganlarga ko'rsatasiz? Nega so'zlashasiz faqat siz bilan so'zlashganlar bilan? Nega rizq berish bilan cheklanasiz faqat sizga berganlarga? Nega hurmat ko'rsatasiz faqat sizga hurmat qilganlarga? Hech biringiz boshqasidan ustun emassiz. Haqiqatan iymon keltirganlar shularki, Allohga va uning elchisiga iymon keltirganlar. Hatto ularga yomonlik qilganlarga yaxshilik qiladiganlar. Hatto uzoqlashgan ayol erkak bilan bog'liqlikni saqlaydiganlar. Hatto haqidan mahrum qilgan va rad etganlarni kechiradiganlar. Hatto ularga xiyonat qilganlarga ishonishni davom ettiradiganlar. Hatto ular bilan munosabatni uzganlarga so'zlaydiganlar. Hatto ulardan haqorat ko'rganlarga hurmat ko'rsatadiganlar. Haqiqatan ham men siz haqqingizda eng yaxshi biluvchiman.